Do'st, bormilar? Sana Rossiyalik bo'lib ketding-a? Ha, endi sekin. Qanchaga kelding? Ha, bo'ldi endi deport bo'lib keldi. Ha, deport bo'ldimi? Ha, mayli, o'rta, siqilma. Bironta ish qilamiz shu yerda. Yur, taksi qarab turadi. Ha, mayli, siqilma o'rta, hammasi yaxshilikka. Yaxshiyam kelibsan. Bitta narsani mo'ljallab yurdim. Shu ishni qilaman dedimmi, shiri kerak. Puling bo'lsa 50-50 shirichiligiga qilib hozir ko'rsataman. Uni ko'rdi? Nimadan yasaymiz bu narsalarni? Ha, konteynerdan yasaymiz-da. Hop, molxonalar yasasa bo'lar ekan. Navislar ustunsiz bo'ladimi? Molxona, qo'yxonalar yasaymiz. Navislarni 6 metrgacha enini uzunligi ketaveradi, ustunsiz bo'ladi. O'zbekistonda qatidan telefon qilsa, olib borib, o'sha yerda o'rnatib beramiz. Zo'r pul topamiz, o'rta. Qilalasanmi? Ha, endi dadam suvarkachi bo'lganlar, yoshlikdan suvarkan ichida katta bo'lganman. Men yasab beraveraman, sen pul tuksang bo'ldi, 50-50 ishlaymiz. Bo'ldi, qancha ketadi? Men 2000 ketadi, xolos. Kelishdik. Bo'ldi. Qalay ekan, ma'qulmi sizga? Zo'r, men ko'nglimdagidek. Menga ma'qul. Mana bu kelishgan pulimiz. Bo'ldi aka. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Yaxshi kunlarda xizmat qilsa. Ha, nima bo'ldi? Bo'ldi, biratga yoqdi. Mana bu sani qolgan foydang 40%. Nimaga 40%? Sen xohlagan paytda ishga kelasan, xohlagan paytda kelmayapsan. Mana shu molxonani ham shogirdlar bilan o'zim bitirdim. Endi bundan keyin sen 40% olasan, bunaqa qiladigan bo'lsang. O'zi men gapirolmay yurdim. Asli men pul tikkanmanmi bu ishga? Sen 40% olishing kerak. Pul tikib qo'yish oson. Buni mehnati bor, navisni ko'tarish bor, molxona qurish bor. Senga osonmi? Uzoq joylarga kelib ishlashlik. Nima deyapsan? Men pul tikmaganimda qattiq boshlarding bu ishni. Yuravding gadoyga o'xshab. Gadoylamasdan gapir. Pulni so'ra olaman. Nima? O'rta, o'zing bos. O'rta. Qalay, biratga ma'qul keldimi? Ha. Ma'qul keldi. Mana ishlagan haqqimiz. O'rta ko'chada ishlar bilan bo'lib kelolmay qolyapman. Hamma ish o'zingga qolib ketyapti. Foydadan 30% mi 40% mi ber, qolgani o'zingga. Shirichilikda eng qiyin joyi mana shu foydani bo'lishlik ekan. Bunaqa qilma o'rta. Ishing chiqib qolsa mayli. Boshida 50-50 ishlaymiz deganmanmi? 50-50 ishlaymiz. Ketdi. Min mashinani.